Pодарka kerakmi? Balandroq ishlatma. Yaxshi, kimga endi yaxshigina she'r aytib beradi? Men. Qani, eshitamiz. Ular bu ishni qo'shib olti qilamiz. Birinchi va a'lochi omon bo'lsa ko'ramiz. Ular jamon kuchli ekan. Sizni ular Pодарkani kimga beramiz? She'r aytganga. Sizgami? She'r aytib beramiz. Yana bitta she'r aytib bering. Boshidan ayting. Yana ayting. Yana bitta. Молодец. Yana bitta yanamush. Bu Qorbobo Pодарkani Shimoliy qutbdan emas, magazindan oldi. Rahmat sizga. Sizning otingiz nima? Imona. Imona bitta chiroyli qilib kameraga ayting. Qo'llar yog'armayin, shu gapirib, bolalar egar kulib yangi yilni kutarishadi. Молодец. Qanday chiroyli. Siz chiroyli qizimga. Haqiqiy ekan Qorbobo. Endi ochirib seriozli odamlarga. Sal, rahka. Otingiz nima edi, bratchi? Sardor gangster. Ye. Qorbobo savdogarli Qorbobo. Nima? Nima? Ko'rinishida muzrik. Nechinchi sinfsan? Молодец. Qaysi fanga qiziqasan? Matematika. Matematika. Значит, sen buyuk olim bo'lishing kerak. Yodlab berdingizmi aka? Yodlab berdingizmi aka? Kichkina uchun she'r kim aytib beradi? Atasida? Yo'q, men. Hayır. Yo'q, apam tinday. Siz aytib bering uni. She'r hech kim aytmayapti lekin. Hozir biz o'sha ikkinchi joyga keldik, ikkinchi manzilga. Meni Qorbobo deb chaqirdi. Men. Kelin, menga nima deysan? She'r aytib ber, tez. Asosida yapılarınızı atafın anayı kuşak atasması. Va, молодец. Onajon boshidan aytib bering, boshidan. Boshidan. Asosida yapılarınızı atafın anayı kuşak atasması. Voy, aynalib ketay, молодец. Qarang, men bu filchani sizga olib keldim. Buni otini nima qo'yasiz? Ismini toplaylik, ismini nima qo'yamiz? Sizning ismingiz nima? Voy, aylanib ketay men. Подарка biz sizga. Aka, bratishka o'ylamadi, bizga she'r yodlash shart emas. Assalomu alaykum, bro. Qanday? Qorboboga ishonsan? Молодец. Mana men keldim-ku, menga конечно jo'natasan. Isming nima? Davlat. She'r aytsan bu. Yodlamaganmisan? Вообще yodlatmaydimi? Madhiyani bilasanmi? Ha? Madhiyani? Birinchi kuplet aytib ber. Ha, sen chima aytaman. Sir quyosh hamma ko'klarni qo'lga qo'yiladi. Qo'rqam elga Baxnajon ne? Sen o'zing do'st, balandroq. Ya yo'ldosh mehribon. Ag'ay. Yashlagay to'g'at ijod. Shuhrating bo'lmasin toki bor jahon. Oho. Olamni baxtiyor aylagay diyor. Молодец, молодец. Mana Aytsin. agar ko'proq madhiyani aytishni trenirovka qilsang, kelgusida she'rni ham yaxshi yodlaysan, xo'pmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta chiroyli she'r aytib bering, onajon. Ko'rishlashib barchamiz katta qilamiz. Telefondan SMS qilamiz. Ayajon haqida chiroylisini bilasizmi? Bitta ayajon haqida bilasizmi? Yana qanaqani bilasiz? Hayajon esimda. Qo'rqmang, hayajonlanmang. Hay, mayli, sizga ko'p yoqmayapti. Qarang, sizga подарка. Молодец. Nima deyish kerak? Bayramlar bilan. Хорошо? Bitta mushkul qo'yib qo'yingmi? Ana shunda gap ko'p. Alaykum assalom. Madinani keng zo'r ekanmi, Pодаркani. Как тебя зовут, братишка? Rahmatulloh Ozodbek. Rahmatulloh, Ozodbek, молодец. Punktualniy bola ekanmi? Katta bo'lsa kimga o'qisan? Prokuror bo'laman. Prokuror? Prokuror bo'lish uchun yuridический o'qish kerakmi? Ha, молодец, молодец. O'zi gapingdan sezilib turibdi. Ha, bitta bironta qonunni atrifga aytib ber. She'r emas.
Mahalla Ichine ichi o'sib to'qa. So'ksa shtraf bo'ladi. Ko'cha adresini aytib ber, shahardan boshlab kelib. Xuddi ana shu ko'chani nechinchi uyi? 16. 16-uyda, значит, будущий prokuror turibdi. Bitta ish. Yaxshi niyat. Chotki qilib o'qi. Вообще chotki qilib o'qi. Nasib bo'lsa, niyatlaringga erishib, okey? Men senga ishonaman. Aligaza tashlaysiz. Ke, esimdan chiqdi. Kechirasiz meni. Aynan kechirasiz. Mayli, yangi yillarni yaxshi o'tkazinglar. Hammalaringizga sihat salomatlik. Bolajonlar ko'rishguncha. Atrofimda hamma bormi? Hamma qo'lini mamnun qilsin o'g'il bolalar. Yo'q. Qo'lga tushuvdik. Katta rahmat. Mayli, kelaman, tezkor bo'lib qolmaylar, haymi? Mayli, sog' bo'ling. Katta rahmat. Pensiyaga chiqib. Prokuror. Sen esimga qolding. Okey, aytgan gaplaring esdan chiqarma. Kitob. Ayoqda nima bo'ldi bunga? Qarang. Siz bunday chiroyli qizchasiz. Oling. Aylanib ketay. Podarka desa bilib tushunadi hamma narsa. Oling. Ana. Men bo'lovlar jota shunday og'zim kirib ketyapti. To'g'ri olaylik. Yaxshi ishlab. Xo'p. Tinchdan. Assalomu alaykum. Kelgandan birdan quchoqladi. Podarka borlik, quchoqladingmi o'zingmi? Yo'q, kutayotgandi. Yordamchi, tabriklayman kardesh. Happy New Year. Qarang, sizga qanday ko'p narsa olib ketdik. Mana. Rahmat. Bitta otingni aytmading-da o'zing. Imronbek, молодец, bor ekan-ku ovozim. Kishi o'zingiz kim bo'lasiz? Mana, dada bo'ladi. Zo'r. Ha. Sneakerslik, onamdan bichamiz. Mo'ylom ushlab turmading-da. Shunday mo'ylom chiro. Torta. Mo'ylom yo'q qo'yding-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xushkelibsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'qishlar qanday? Zo'rmi? Xudo amaki, xola, tog'a, bobo uni. Qarang, sizga men podarka olib keldim-da. Bu только надо стишки. Yangi yil qutlug' bo'lsin deymiz. Qoralomizga qo'yib, sog'lig'ingiz uchun xizmat o'qib. Yana qo'rqib. Ana sizlarni bormayman. Hozir ketamiz. Mana smartfon. Aytib Rahmat bobo. bitta mushtashing. Sindirib qo'ymang faqat. Xayr. Qaraylik. Mujiklar qo'lni mamnun qilaylik mana. Muskul qo'ying, muskul. Ha. Nima? Xayr. Paka. Xayr. Sen faqat menga yo'l bermasang bo'ladi. Yo'l berib qo'ymayman bilmasam. Baba ketmasin degan mushuk ayt. Itak mana azizlar, bugungi sarguzashtimizni mana oxirigacha yetkazdim. Agar kanalimga kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Bu обязательно qanday desam, yangi yil kayfiyatidagi kun bo'ldi. Men uchun ham bu juda ham katta opit bo'ldi, потому что kichkintoy balachalarni qanchalik darajada bo'lsa ham bemalol xursand qilishga sazovor bo'ldim. O'ylaymanki, hammalari shu narsani xohlaysizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyalarni bombitskiy qo'yishdan charchamanglar. Salomat bo'linglar, yangi yil chotki o'tsin, Allohim barakotli qilsin, taqdirlaringizni, rizqlaringizni